Men ko'rdim, u his qildi, biz o'rgandik. Ingliz tilida buni ifodalash uchun bitta kuchli zamon bor. Past simple tense. Bu zamon sizga kechani so'z bilan ifodalashga yordam beradi. Keling, past simple nimaligini ko'rib chiqamiz. Past simple bu o'tmishda sodir bo'lgan va tugagan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Masalan, siz ertalab uyg'ondingiz yokida kecha kino ko'rdingiz. Men o'tgan hafta maktabga bordim. Hamma narsa tugagan. Shuning uchun bu zamon aynan shunga mos. Keling endi past simple'da darakkab qanday tuzilishini ko'rib chiqamiz. Darakkab bu formulasi subject ya'ni ega plus verb va verbga ed agar regular verb bo'lsa ed, agar irregular verb bo'lsa verbning ikkinchi shakli. Hozir bu nimaligini sal keyinroq tushuntirib beraman. Verb o'zi ikkita turga bo'linadi. Bular regular va irregular verbs. Regular fe'llar bular past formga o'tkazganda ed qo'shimchasini oladigan fe'llar. Irregular fe'llar esa ed olmay, ular o'z shaklini o'zgartiradigan fe'llar. Keling, regular verbga misol keltiramiz. Ya'ni ed oladigan fe'llar. Bular I played football yoki she watched a movie. Bu yerda ed qo'shilishining sababi bu ikkita fe'l ham regular. Keling, irregular fe'llarga bitta misol ko'ramiz. I went home va I bought a car. Bular past form, past simple dagi gaplar. Bularning farqi bu yerda fe'lga ed qo'shilib o'tga zamon yasalyapti. Bu yerda esa fe'l o'zining shaklini o'zgaradi. Bu yerda went bu go fe'lining ikkinchi past form, ikkinchi shakli. Bought esa bu buy fe'lining ikkinchi zamon shakli, ya'ni past form. Irregular verb bular o'zi ko'p, lekin siz ko'p uchraydigan common irregular verblarni yodlab olishingiz mumkin. Eng ko'p uchraydigan irregular verblar ro'yxati Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Havolani video opisaniyasida yoki kommentariyada qoldiraman. Keling endi inkor gaplar qanday tuzilishini ko'rib chiqamiz. Past simple'da inkor gap qanday yasaladi? Keling, buni formulasida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz subject yozib olamiz va keyin didn't bu yordamchi fe'l va undan keyin asosiy fe'l, ya'ni verb. Va asosiy fe'l deganda biz bu yerda ed yoki ikkinchi shakl ishlatilmaydi, faqat o'zi, chunki bu yerda did o'ziga o'zi o'tgan zamonligini bildirib kelyapti. Shuning uchun biz verbni o'zi shaklini yozamiz. Keling, 3 ta misol ko'rib chiqamiz va hammasini tushuntirib beraman. Birinchi misol I didn't go to school. Men maktabga bormadim. I subject, go to verb, school object, didn't bu yordamchi fe'l. Ikkinchi misolimiz she didn't eat pizza. U pizza yemadi. She ega didn't yordamchi fe'l va eat, ate emas, go, went emas, oddiy o'zining shakli. Eat bu fe'l. Uchinchi gapimiz bu they didn't watch TV. Ular televizor ko'rishmadi. Ular
televizor, ko'rishmadi. Mana bu fe'l watched emas. Chunki didn't o'ziga o'sha o'tgan zamonning xususiyatini olib olgan. Tip yoddan chiqarmang. Didn't ishlatilganda, ya'ni negative sentence'da biz verbning ikkinchi yoki ed qo'shilgan shaklini ishlatmaymiz. Verbning o'zining shakli bo'ladi. Ya'ni go, eat, watch. Keling endi so'roq gaplar qanday tuzilishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Keling endi past simple'da qanday qilib biz savol berish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz uni ko'rdingmi demoqchisiz. Buni ingliz tilida qanday aytiladi? Keling shuni hozir formulasini yozib beraman. Birinchi bo'lib bizda did, ya'ni yordamchi fe'limiz oldinga chiqib oladi, keyin subject s harfi bilan belgilab qo'yaveraman va verb hech qanaqa qo'shimchalarsiz. Birinchi shakli. O'zining oddiy shakli. Keling endi 3 ta misol shundoq ko'rib olamiz, yaxshiroq tushunish uchun. Boya aytgandek, uni ko'rdingmi? Buni biz ingliz tilida qanday aytamiz? Ya'ni did you see that? Did yordamchi fe'l, you ega va see verb. What bu qo'shimcha gap. Gapni to'ldiruvchi. Sen uni ko'rdingmi? Uni ko'rdingmi? Keyingi gapimiz bu. Did he play football? U futbol o'ynadimi? Bu yerda did yordamchi fe'l, he ega, play verb va o'zining shaklida. See, saw emas, play emas. Uchinchi gapimiz bu. Did we met before? Did we met before? Biz oldin uchrashganmizmi? Ya'ni siz kimgadir borib did we met before desangiz, bu biz ilgari uchrashganmizmi degan ma'noni beradi. Juda oddiy. Did oldiga chiqadi, keyin so'ngra object va oxirida fe'l keladi. Didning o'zi did not emas. Did not bu inkor gaplarda ishlatilar edi. Keling endi hayotiy misollar yokida qachon ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Qanday holatlarda biz past simple zamonini ishlatamiz? Keling 3 ta holatini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu kecha bo'lib o'tgan ishlar, kecha boshlanib tugagan ishlar haqida. Masalan, I cleaned my room yesterday yoki I cleaned my room deyo'siz. Men xonamni tozaladim. Men xonamni kecha tozaladim. Kecha bo'lib o'tgan ish. Keyingisi tugagan harakatlar uchun. Ya'ni bitta misol, she lived in London in 2010. U, ya'ni qiz bolaga nisbatan, u Londonda yashagan 2010-yilda. Bu tugagan, u hozir boshqa yerda yashaydi. U Parijda yoki Nyu-Yorkda yoki o'zimizning vatanimiz jonajon O'zbekistonda yashaydi. Va bu tugallangan ish harakat. Keyingi holat bu o'tmishga oid savollar uchun. Masalan, did they arrived on time? Bu yerda aytilishicha, tarjima qilsak, ular o'z vaqtida keldimi? O'tmishda siz masalan kirib kelyapsiz va ota-onangiz kirib keldi. Va siz so'rayapsiz, did they arrive on time? Yoki bolalaringiz, ular o'z vaqtida keldimi? degan savolni berishingiz uchun siz uchun past simple kerak bo'ladi. Endi siz o'tmish haqida gapira olasiz. Kommentariyalarda bitta past simple gap yozib qoldiring. Albatta tekshirib, xatoyingiz bo'lsa to'g'rilab tushuntirib beraman.
Agar sizga bu dars yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Omon bo'ling, xayr.